9 kunda 12,5 kilo vez tashladi bitta mijozim. Prosta bomba damlama qizlar. Yaxshilab qunt bilan mana eshitdinglar. 3 ta dona piyozni po'stlog'i bilan yaxshilab yuvasiz. 4 stakan suvga yaxshilab 20 daqiqa mobaynida buni qaynatib olasiz. Keyin piyozni olib tashlab, o'sha damlamani stakanga solasiz va 5% olma sirkasini qo'shib aralashtirib 3 mahal ichasiz. Va iminni ichayotgan jarayoningizda, shu Xitoy metodikasini olib borayotgan jarayoningizda 3 mahallikda faqat parnoy ovqat yeyishingiz kerak. Perikus bo'lishi kerak emas. Zavtrak, obed va ujinni bitta soat vaqtga to'g'rilab olishingiz kerak. Nerealniy damlama qizlar. 9 kunda 12 kilo vez tashlandi shu damlama bilan. Piyoz va olma sirkasi. O'zingizlarda bitta sinab ko'ringlar va albatta kommentariyaga rezultatini yozib qoldiringlar.